Feruza Normatovaning turmush o'rtog'i 5 sutkaga qamaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor va so'nggi shou-biznes xabarlarini bizning kanalimizda kuzatib boring. Instagram ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan to'y, Feruza Normatovaning to'yi va undan keyingi bo'layotgan mojarolarni barchamiz ko'rib turibmiz va hozir endi ijtimoiy tarmoqlarda Instagramda shunday xabarlar tarqaldi. Feruza Normatovaning turmush o'rtog'ini ayollardan biri 5 sutkaga qamatgani haqida videoroliklar tarqalib ketdi. Ammo bunga nisbatan Feruza Normatova hech bir so'z degan emas. Hozircha hech qanday yangiliklar tarqalgani yo'q, ammo Feruza Normatova hozirgi kunda Xorazm shahrida ekanligini o'z Instagram sahifalarida ma'lum qilgan va o'sha yerda turmush o'rtog'i bilan ekanligini ma'lum qilgan edi. Hozircha turmush o'rtog'i 5 sutkaga qamalganmi yoki yo'qmi, o'zi ma'lum qilganicha yo'q.